Remotely kirib yashaydigan uy so'rayotgan obunachalarimizga mana Chilonzor 26-mavzeda 2 xona, 3 xona qilingan 5 etajli binoni 3-etajda joylashgan. Ko'rib turganingiz bu yoq mehmonxona qismi. Mehmonxonaning yonida 2x6 balkonlari bor. Oshxona qilib, bu yon choy poy ichadigan sharoit qilib qo'yishgan. Undan keyin men sizlarga detskiy xona, spalniy xona ko'rsatib o'taman. Bu yoq prixoshkamiz. Remontlarga o'zingizlar baho berib ketasizlar, juda ham chiroyli qilingan. Bu yoq spalniy xona, ya'ni yotoqxona. Mebellarni qo'yib, o'rnatib juda ham chiroyli bo'ladi. O'zingizlarning didingizga qarab tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Undan keyin prixoshka orqali bu yoqda sanuzolimiz, bu yoq detskiy xona. Detskiylari ham juda ham chiroyli albatta. Patologlari ham uyimizning narxi uy egalari tomonidan 67 ming so'ralyapti. Ozgina kelishiladigan joyi bor. Bu uyimizni ipoteka asosida xarid qilsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat, like bosishni unutmanglar. Do'stinglar jo'nating. Uyimizda Vatan chorrahadan kelishdi, Shirin chorraha yetmasdan eski kafe Moskvaning o'rnidan shu domladan kiriladi. Yo'l yuzdan 2-dom.